inson mo'jiza. Insonda 100 trillion hujayra bor. Bir sekundda 50 million o'lib, 50 million paydo bo'ladi. Bir sekundda. Yangilanib boramiz biz, yangilanib. 100 trillionni bilasizmi? Raqam qanaqa raqamligini? 1 milliard varaqli kitob 40 kilometr bo'ladi kengligi. 1, 2, 3 sanashni boshlasangiz hozir 1 milliardga yetganingizda 33 yil o'tib ketadi. Shunaqa katta raqam. Bu 1 milliard bu. 100 trillion. 100 trillion hujayra bor. Har bitta hujayrada DNK bor. DNKni kashf qilishdi Nobel oldi shu DNK masalasi bo'yicha. DNK nima desa, har bir bizda bizning kimligimiz, rangimiz, ko'zimiz, sochimiz kodlari bor, kod yozilgan. Har bitta hujayrada 3 milliard 200 million kod bor ekan. 3 milliard 200 millionni 100 trillion ko'paytiringchi, nima paydo bo'ladi? Bunaqa raqam yo'q. Inson shunaqa. Bitta, har bitta bizning hujayramiz alohida, DNKmiz alohida misol uchun. Qo'l barmog'imizni Alloh taolo alohida qilib qo'ydi. Ko'zimizni rangini alohida qilib qo'ydi. Butun dunyo buni ilmiy kashfiyot sifatida foydalanyapti hozir. Mana smart shaharlar quryapti Xitoylar. Smart shahar. Bir marta kirib chiqqaningizdan keyin bo'ldi, sizni umrbod tarixingizni saqlab qo'yadi. Texnologiyalarning hammasida informatsiya yig'ishyapti, kimligimizni nima qilishimiz. Inson mo'jiza. O'shaning uchun insonni yaratib bo'lmaydi, yasab bo'lmaydi. O'zimizni bilsak, o'zimizni yaxshi o'rgansak, Allohni taniymiz. Endi borlig'ini yaratgan zot jannatni qanaqa qilib yaratgan ekanda, koinotda ham o'rgansangiz, aql lol qolib ketadi. Aql lol qoladi. Avvalgi suhbatlarda ham aytdik-ku, osmondagi yulduz ko'pmi, yer yuzidagi qum soni ko'pmi? Osmondagi yulduz ko'p ekanda. Har bitta galaktikada 100 milliarddan yulduz bor. 100 milliardlik galaktikalar, bitta galaktikada 100 milliard yulduz bo'lsa, o'shanaqa galaktikadan necha milliard, 100 milliarddan oshiq galaktika bor. Qiziqligi mana shu yulduzlarning hammasi birinchi osmonda. Va laqad zayyana sab'ad dunya bimasabih. Biz dunyo osmonini, dunyo deganda eng yaqin degani o'zi. Eng yaqin osmonni yulduzlar bilan qoplab, ziynatlab qo'ydik degan. Undan keyin yana 6 ta osmon bor. Endi aqli raso odam iymonli bo'ladi o'zi. Oxiratda o'ylab ish qiladi. Aqli raso bo'lmasa, ritorikaga, safsataga tushib qoladi.